Hech qanday konkurs va tanlovlarsiz Qatarda bo'ladigan jahon chempionatiga shunchaki samolyot, gостиница, futbol biletlari bilan yo'llanma. Qanday deysizmi? Videoni oxirigacha ko'rib, yurachani qizartirib turing. Dilshod aka, ushlang. Hop! Sizga bitta savol. Bir tomonda hali 2 yil 3 yildan keyin bitishi noma'lum bo'lgan, katlovani ham qozilmagan uyni taklif qilishsa va ikkinchi tomonida premium kategoriyadagi, lekin xuddi o'sha pulga Dream House Kakant uylarini taklif qilishsa, qaysi birini olgan bo'larsiz? Dream House xonadonlari naqd 3 gektar joyda joylashgan bo'lib, o'shalardan bor yo'g'i 1 gektar xonadon, qolgan 2 gektar esa siz va oilangiz uchun yashil qulaylik zonalari. Turkiston Avenue bormi? Yoki u naryoqdagi mana bu Farobiy proyektidan bormi? 100% to'lovda xonadon xarid qilganingizda, meni nomimdan kelganingiz uchun 22% chegirma va plus U17 jahon chempionatiga bepul yo'llanmani ham hadya qilishadi. Eng muhimi, siz kotlovan narxida deyarli tayyor dekabrda topshiriladigan xonadonlarni qo'lga kiritasiz. Undan tashqari, bo'lib to'lashga ham olsa bo'ladi. Mana bu koptok esa har bir xaridorga mendan hadya. Telefon, Instagramlarni qoldirdim.